o'z joniga qasd qilish dinimizga qarshi katta gunohdir. O'z joniga qasd qilib qolmay, bu bombalar bilan siyosatga aloqasi bo'lmagan begunoh va ma'sum insonlarni qatl etish ikkinchi bir gunohdir. İkinci bir cinayettir. Nihayet bu mukaddes dinimiz İslam'a düşmanlıktır. Onun dünya aldıda abrosunu düşürüştür. Demek bu yine bir kere cinayettir. Öz canıga qasd qilishning günah ekanligi haqida hadisler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir jangda qahramonlik ko'rsatgan bir askarni bu kishi cehennemlik deganlarida sahabalar bunun sebebini soraydılar. Peygamberimiz onu kuzatinglar, sebebini o'rganasizlar diye cevap beradi. Kuzatishganida bu askar qahramonlarcha jang qiladi, ammo olgan jarohatlari og'rig'iga chida olmay o'z-o'zini o'ldiradi. Va shu bois askarning bütün qahramonliklariga qaramay cehennemga tushishini bashorat qiladi Peygamberimiz. Bir so'z bilan aytganda terror g'ayri islomidir. Chunki terrorda axloq yo'q. İslam ise axloqning o'zidir. Allah nasip qilib hokimiyatga kelsak, temeli yüksek axloqqa tayangan, adil huquqqa asoslangan, diniy va milliy an'analarimizni qadrlaydigan, hamma millatlarga teng qaraydigan bir davlat. Hur insonlarning davlatini quramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.